Al İmran suresi Medinede nazil bo'lgan. Jami 200 oyat. Alif Lam Mim. Allah'tan başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, mahluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammed, Allah sana özdən ilgirki kitaplarını təsdiq qılğıcı kitabını, yani Kur'an'ı haq bilan nazil qıldı. İlgiri kişilərə yol görsətküçü qılıb Tevrat bilan İncilni nazil qılğan idi. Haq bilan batılni ayırğıcı kitabını, yani barlıq samavi kitaplarını nazil qıldı. Şübhisiz ki Allah'ın ayetlerini inkar kılganlar ahirette qattiq azapqa duçar boludu. Allah g'olibdir, yamanlarni jazolag'uchidir. Şübhisiz ki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfi emas. U sizlarni bachidonlarda, ya'ni ananglarning qo'rsig'idagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammed, Allah sana kitapni, yani Kur'an'ni nazil qildi. Uningda muhkam, yani ma'nisi uchuq oyatlar borki, ular kitapning, yani bütün Kur'an'ning asosidir. Yani başqa mutashabih, yani ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agirlik bor, yani gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga agishidir. Yani mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Allah biladi. Ilmda to'shqanlar aytidi. Onunğa işendik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nazil bo'lgan. Buni faqat aql egilarla tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Şübhisiz ki sen bandalaringga atalarni bakmu beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz şübhisiz ki kelişin şəksiz bolğan künde, yani hesap elindiğan kıyamet günüde kişilerini topluğucusan. Şübhisiz ki Allah vədisiga xilaplık kılmaydı. Kapırlarının malları, balları Allah'ın azabı aldıda hakikaten hiç nersige dal bulalmaydı. Ular, yani kuffarlar dozaqның yıkılğısıdır. Bu kuffarlarning hali Fir'avn təvələrinin və ulardan ilgirkilərinin halıga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufayli Allah ularni jazoladi. Allah'ning jazosi qattiqdir. Ey Muhammed, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'planinsizlar. Cehennem nima degan yomon to'shak. Ey Yahudilar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni sonini o'zlaridek 2 barobar o'chib ko'rgan kofirlar guruhidir. Yana Allah kafirlarga qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yig'ishtirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar,
çarvılar ve ekinlerden ibaret köngül tartıdığan narsalarning muhabbeti insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dünya tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Allah bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhasiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular, ya'ni taqvodorlar sabr qilg'uchilardir, rostchillardir. Allohga itoat qilg'uchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarni sarf qilg'uchilardir va saharlarda istig'for aytquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqliqini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan pokitlar orqali bilib turib, ko'ralmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladigan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, manga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummilarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nohaq o'ltirdiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltirdiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xo'sh xabar bergin. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. Kitobdan nesivi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'limalarini ko'rmidingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rgichilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatda
o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunda ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq berildigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobini kemaytib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning g'azinisi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni jonsizdan chiqarasan, jonsizni jonliqdan chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga haddi hisobsiz rizq berasan. Mo'minlar mo'minlarni qo'yib, kofirlarni vali qilib olmasin. Kimki shundoq qiladi ekan, u Allohdan yaxshilik kutmasin. Ulardan qo'rqib, do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Aytqinki, dilinglardikini mayli yushiringlar, mayli oshkorlanglar. Allah uni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadi. Allah her narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida her odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarni ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalariga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'rsqumdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazarimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan. U qiz tuqqan vaqtida, ey Parvardigorim, qiz tug'dim dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana seg'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida bira yemaklik uchirtatdi.
O, ey Meryem, bu sana qayerdan keldi deydi. Meryem, o Allah tarafından keldi deydi. Allah haqiqatan xoligan odamga jafo mushaqqatsizla haddi hisobsiz rizq berdi. Shu vaqtda Allohning Maryamga qilgan inomini ko'rgan chog'da Zakariya Parvardigoriga duo qilib, ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni eshitguchisan dedi. O ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi Sayyid Parizkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi deb nido qildi. U Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas dedi. U Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgin dedi. Allah sana buladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikri tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Parvardigoringni ko'p yod et, kashda atiganda tasbih ayt dedi. Farishtalar aytdi: Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan billa ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlardandir. Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga ilish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarni suvga tashlagan chog'da sen ularning yanında yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yanında yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: Ey Maryam, Allah sana atının vasıtasısız Allah'ın bir kelimesinden törelgen bir boğaq bilen hoş haber berdi ki, onun ismi Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O dünya ve ahirette abroyluk ve Allah'a yakınlardan buludu. O böşüktümü, yani boğaqlıq çığıdımı, otur yaş bolğandımı kişilerge peygamberlerinin sözünü sözleydi ve təqvadarlıqda kamil, yaxşı adamlardan boludu. Meryem, Parvardigorim, bana insanның qolu tegmegen tursa, qandaq balam boludu, dedi. Farishta, Allah xalığını şundaq yaratıdı. Yani ata-ana arqılıqmı ve uningsizmi yaratıdı. Bir işning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi da, o vujudga keladi, dedi. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishni, Tavratni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani İsrailga payg'ambar qilib avatidi. O deydi: Şübhisiz ki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklida bir narsa yasayman. Andın onunğa püvleymen de Allah'ның izni bilen o qush bo'ladi. To'g'mi ko'rni, baraz kesilni saqaytiman. Allah'ның izni bilen o'liklarni tirildiraman. Sizlar yeydigan ve uyunglarda saqlaydigan yemekliklerden xabar berman. Yani sizlarning yoshirun ahvolinglarni aytib beraleyman. Şübhisiz ki, eğer sizlar Allah'ның mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda
ya'ni men keltirgan mo'jizlarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil ilib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ular yani Yahudilardan küfrida çın turib, onu öldürüş niyetiga kelganligini sezgen çağda Allah üçün Allah'a davet qilish yo'lida bana kimler yardım berdi dedi. Havariylar yani onun təvəllirdən haqiqiy müminlər aytdı. Allah üçün sana biz yardım berimiz. Allah'a iman etdik. Guvah bolğun ki biz boysunğuchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nazil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik, bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. Ular mikr ishlatdi, ya'ni İsa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga ilib chiqib ketdi. Allah mikr qilg'uvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Allah aytdi: Ey İsa, men seni ajling yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dargoyimga ko'tiraman, ya'ni osmonga ilib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargoyimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. İman etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalariga zulm qilsin. Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. Şübhisiz ki Allah'ның nazarda İsa'nın misali o atsız yaratılganlıktan Adem'nin yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan onunğa vücudga kel dedi de o vücudga keldi. İsa'nın işi Adem'nin işidan ajablanarlik emas. İsa haqidagi bu söz Allah tarafidan nazil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va özlərinlarını yığıb Allah'ның lənəti yalğançılarına bolsun deb Allah'a yalvarıb dua qılaylı degin. Şübhəsiz ki bu əlbəttə rast qısardır. Bir Allah'tan başqa heç ilah yoxdur. Allah həqiqətən qalibdir, hikmət bilən iş qılğucudur. Eğer ular imandan yüz öğrese, ular buzğunçılardır. Şübhisiz ki Allah buzğunçılarını bilip durdu. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar. Fakat Allah'a ibadet kılış, Allah'a hiç nersini şerik keltirmeslik,
Allah'ni qo'yib bir-birimizni Xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni tavhid aqidasiga kelinglar degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey yahudilar va nasoralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni yahudilar va nasoralar, nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tevrat bilan İncil İbrahimdan keyin nazil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar. Ey yahudilar va nasoralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Amdi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nemishqa munozirlasizlar. İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar degan. İbrahim Yahudimi emas, Nasaramu emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'y sung'uvchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mo'minlardir. Allah mo'minlarning madadkoridir. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vaboli ularga hasilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. Ey ahli kitob, Allah'ның oyatlarini, ya'ni Muhammad alayhissalomga nazil qilingan Qur'onning haqliqini bilib turib, nemishqa inkor qilasizlar. Ey ahli kitob, nima uchun haqni botilga aralashtirasizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitoblaringlardagi sifatini yushirasizlar. Ahli kitobdan bir turkumi mo'minlarga nazil qilingan vahiyga atiganda iymon aytinglar, kashqurunliqi yenib olinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytdi. Birasiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqsanglar, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah onu xalğan kişiga berdi. Allah'ның fazli kengdir. Allah hammini bilgüçüdür. Allah rahmetini o'zi xalğan kişiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib berdi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmig'icha, ya'ni qayta suylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki ular ummiylarning meliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas deydi. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Allah do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi.
Allah'a bergen əhdini və qəsəmlərini azğını bədəlgə tegişidiganlar ahirətdə Allah'ның rəhmətidən heç qandaq nisivigə erişəlməydi. Qiyomat kuni Allah ularni xoş qiladigan söz qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkumi kitobda bo'lmagan narsalarni, sizlarning kitobda bor ishkan deb o'ylashinglar uchun tillarini agri-bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki o Allah tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Allah nomidan yolg'onni to'qiydi. Biror insonga Allah kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan bundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar va o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni va payg'ambarlarni rab qilib olishinglarga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufriga buyurumdi. Öz vaqtidala Allah payg'ambarlardan chin ahdi ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Şunun, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandurman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiqquchilardir. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zimindagilar ixtiyori va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Allah tarafiga qaytariladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, İbrahimga, İsmoilga, Ishoqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, İsa'ga berilganga, ya'ni İncilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Kimki islomdan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. İman etqandın, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kofir bo'lgan qavmni Allah qandoqmi hidoyat qilsin. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allah'ның, pəriştilərinin və insanlarının həmmisinin lənətiga uçraş ularga berilgan jazodir. Ular dozaqda məngü qalıdı. Ulardan azab yenikletilməydi, kechiktirilməydi. Faqat tövbə qılğanlar və buzuq əməllərini tüzətkenlər bunundan müstəsna.
Allah məğfirət qılğucudur və mehribondur. Şübhisiz ki, iman etqandan keyin kafir bolğanlar, ondan küfrini teximi aşırğanlarning tövbisi hergiz qubul qilinmaydı. Ani şular gumrohlardir. Şübhisiz ki, kafir bulup küfrü bilen ölgenlerinin hiçbirinden yeryüzüge bir keladigan altın fidye bersimi qubul qilinmaydı. Ani şular qattiq azapqa qalıdı. Ularni Allah'ның azabıdan qutuldirdigan hiçbir medetkar bolmaydı. Yaxşı ko'rgan narsanglardan sarf qilmog'icha hargiz yaxshilikqa erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilsanglar, Allah uni bilib turg'uchidir. Tavrat nozil qilinishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammed, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni ilib kelib o'qib beqinglar. Şuningdan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. İslam dinidan iborat İbrahimning to'g'ri diniga agishinglar. O, ya'ni İbrahim mushriklardan emas edi. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji selingan uy, ya'ni Baytullah Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim shularning biri. Baytullahga kirgan odam amin bo'ladi. Qadir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qiladi ekan, ya'ni hajni tark etadi ekan, ziyni o'ziga. Şübhisiz ki Allah ehli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Ey Muhammed, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilasizlar? Vaholanki Allah qilmishinglarga shohiddir. Ey Muhammed, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, İslam dinining haq ekanligiga shohid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini agri ko'rsatishni qaslab, mo'minlarni uningdan to'ssizlar? Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mo'minlar, agar ahli kitobdan bir firqiga itoat qilsanglar, mo'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzilib qolmay Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoqmi kofir bo'lasizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishir ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ey mo'minlar, Allah'a layık rəvişdə təqvadarlıq qılınlar. Fəqət musulmanlıq halıtınlar bilənlə vafat bulunlar. Həmminlar Allah'ın arğamçısıға, yəni Allah'ın diniga məhkəm yepişinlar. Ayrılmanlar. Yəni sizlərdən ilgiri Yahudilar və Nasaralar ixtilaf qilishqandək, dinda ixtilaf qilishmanlar. Allah'ның sizlərə bergen nimetini əslənlər. Öz vaxtida sizlər öz ara düşmən idinlər. Allah dilinglarni birləşdirdi. Allah'ның nimeti bilən öz ara qeyrindaş boldunlar. Sizlər dozaq çuqurunun girvikida idinlər. Allah sizlərni İslam arqılıq onundan qutquzdi. Sizlərning hidayət tepişinglar üçün Allah oyatlarini sizlərga shundoq bayon qiladi.
Sizlarning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni manni qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Roşan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar oqirdi, ba'zi yuzlar qoraydi. Yuzi qarayganlarga farishtalar aytidiki, iymon aytqaninglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliqinglar uchun azobni tetinglar. Yüzü aqarganlar Allah'ның rahmetide, yani cennette buludu. Ular uningda, yani cennette mengü kalıdı. Bu Allah'ның ayetleridir. Ularni ey Muhammed sana hakikati bilen okup berimiz. Allah cahan ehlige zulüm qilishni xolimaydi. Osmanlar ve zimindeki şeyler Allah'ның mülki, məhlukatı ve bendeleridir. Həmmə işler Allah'a qaytırılıdır. Ey Muhammed ümmeti! Sizler insanların menfaati üçün oturğa çıkarılgan, yaxşılıqı buyurup yamanlıqdan tosuduğan, Allah'a iman eytidigan en yaxşı ümmetsizler. Eğer ehli kitap, yani Yahudiler, Nasaralar iman etsa, yani Muhammed aleyhisselamga nazil kılıngan vahiyge işense, ular üçün dünya ve ahirette elbette yaxşı bulattı. Ularning içinde müminler mübar, ularning tolisi pasıqlardır. Ular sizlarga azar berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochidi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va insonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliqqa petib qoldi. Allohning g'azabiga uchurdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allah'ның ayetlerini inkar qilganlıkları ve peygamberlerini nahaq öldürgenlikleri üçündür. Ularning Allah'ның fermanıdan çıkıp ketkenlikleri ve Allah'ның çeklimisinden eşip ketkenlikleri üçündür. Ular bir xil emas. Ehli kitaptan, yani Yahudilar, Nasaralardan keçileri Allah'ның ayetlerini tilavet kılıp turduğan ve secde kılıp turduğan bir cemaat var. Ular Allah'a ve ahiret günüge işinidir. Yaxşı işlarga buyuruydu, yaman işlardan tosudu, xayrlik işlarni qilishga aldıraydı. Ana shular yaxshilardandir. Ular her qandaq yaxşılıqni qilsin, o bekar ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Şübhisiz ki kafirlarning mollari, bolalari Allah'ның azabı oldida hergiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular dozaq ehlidir. Dozaqda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroitiga tegib, uni nobud qilib etgan so'g'uq shamolga o'xshaydi. Egilerinin gunohi tüpeylidən nabud qılınğan bu ziraatga o'xshash, Allah ularning yaxshi amallarını berbat qiladi. Ularga Allah zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ey müminler, özünlardan bo'lmaganlarni sirdash qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqatni qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlardan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yoshirgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Şübhisiz ki, eğer düşündüğün bolsanlar, sizlerge nurgun ayetlerini bayan kıldık. Ey müminler cemaati! Sizler ularını dost tutusizlar.
Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanlikni yoshirun tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonisizlar. Shundoq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon aytdiq deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochchig'idan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammed, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Allah o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq bir yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'urdi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq bir yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning arziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning yelisi sizlarga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. Ey Muhammed, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mo'minlarni urush saflariga o'rinlashtirding. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Salama oymiqi bilan Bani Harisa oymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mo'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarda Alloh qila tavakkul qilsin. Allah sizlarga Badrida nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Allahning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzasidan Allohdan qo'rqinglar. Ey Muhammed, o'z vaqtida sen mo'minlarga, Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deyding. Shundoq u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Allah uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allah tarafidandir. Allah'ның yordami kafirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammed, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi yoki ular zolim bo'lganligi uchun kufrda ching tursa ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, jazonini qatmuqat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Kafirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannatga oldiranglar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qissanchilikdimi Allah yo'lida
pul, mal sərf qıldıqanlar. Öç ilişqa qadir turuqluq açığını yutadiganlar. Yamanlıq qılğan yoki bozaq qılğan kişilərni keçirdiganlardır. Allah yaxşılıq qılğuchilarni do'st tutadi. Təqvadarlar yaman bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi. Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayri qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'ldiganligiga qaranglar. Bu Qur'on butkul insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatguchidir va vaz nasihatdir. Cihatdan bo'shib qolmanglar. Şehit bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastalik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badri jangida o'xshashla shikastalik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir firqaga qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mo'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarning shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zalimlarni do'st tutmaydi. Mo'minlarni ularga yetgan musibat orqali paklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. Ey mo'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon aytdiq deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'zi ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. O vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah her odamning ajlini tutib etgan. Ya'ni odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi, botirlik qisqartolmaydi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratlikdan nasibisi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Shukr qilg'uvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan xudogo'y o'lmalar birlikda jang qildi. Ular Allah yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh agmidi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni do'st tutdi. Ularning so'zi faqat
Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dünyanın savabını, yani düşmanlar üstüden g'alaba qilishni va oxiratning eng yaxshi mukofotini, yani jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ey mo'minlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufriga yondurdi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Allah sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. Allah ilahlıqı haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. Allah sizlarga qilgan dushmanlarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirvatatdinglar. Allah sizlar yoqtirdigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar. Ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlarni dushmandan qaytardi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mo'minlarga marhamat qilguvchidir. Öz vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdurman. Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kiradi" deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qachatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliqinglar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardordir. G'amdan keyin Allah sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mo'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Allah va'da qilgan g'albidan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yoshirishidir. Ular agar bizga g'albidan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydiq deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, oranglardagi o'ltirilishi tutib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Ya'ni Allohning qazosidan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning mundaq qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'nglinglardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. İki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ichinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni, ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi.
Allah haqiqatan ularni afu qildi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Ey möminlər, səpərgə çıxan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Şübhisiz ki, agar sizlar Allah yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib, o'z ajlinglar bilan o'lsanglar, sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajlinglar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratdan cho'qim Allohning dargohiga to'planisizlar. Allah sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qilgin. Ular uchun mag'firat tiligin. İşte ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. Agar Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam berdi? Mo'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin, ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Ondan har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kemaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Allah'ның razılıqını izleyen kişi, Allah'ның g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ның g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Allah'ның dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah müminlerge Allah'ның ayetlerini tilavet kılıdıgan, ularni günahlardan pak kılıdıgan, ularga kitapni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni öğütüdügan, özlerden bolgan bir peygamber evetip, ularga çoğun eksan kıldı. Halbuki ular burun uç gumrahlıqda idi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badri g'azotida bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ltirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zinglardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga g'iris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Ikki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mo'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. Va munofiqlarni bilish, ya'ni
ayırış üçündür ki ularga kelinglar Allah yolida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishatdiq, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdiq dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yoshurganni, ya'ni munofiqlik bilan mushriklikni Allah obdan biladi. Bu yana Allohning urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundir ki, ular uylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular ya'ni mo'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zlaringlardan dafi qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. Allah'ның yo'lida şehit bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmag'in. Balki ular tirik bo'lib, Allah'ның dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Ya'ni jannatning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirilib turdi. Ular Allah'ның o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan, ya'ni shehid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga, na qayg'u yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazilni, mo'minlarning ajrini Allohning bekor qilvatmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allohning va payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shganlar. Ular, ya'ni mo'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'qim savobga erishidi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytdi. Ular bizga Allah kifoya, Allah nima degan yaxshi homi dedi. Ular Allah'ның ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchramadi. Ular Allah'ның roziligini izladi. Allah ulug' fazl egisidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mo'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Ey Muhammad, kufriga o'zlarini atganlar, ya'ni so'zlari va harakatlari bilan kufriga shapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasibi bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. İmanni kufriga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrini uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz va ajilni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yamanni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mo'mindan ayirmag'icha mo'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'ayibdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga Muhammad alayhissalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'ayibni bildirdi.
Allahqa va uning payg'ambarlariga iymon aytinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Allah öz pəzildən bərgən nərslərə, yəni pul malğa bexillik qıldıqanlar bexillikni özləri üçün faydalıq deyə güman qılmasın. Əməldə bu ular üçün ziyanlıqdır. Ularning bexillik qilgan narsi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silindi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Yani kainatdaki hamma narsa Allah'ның mülkü bulup, ular pani bolgandan keyin Allah'ның dergahıga qaytıdı. Allah qılgan əməllərinlərdən xəbərdardır. Allah həqiqətən peqir, biz bolsaq bay degan kişiler, yani Yahudilarning sözünü Allah həqiqətən anladı. Ularning sözlerini ve peygamberlerini nahaq öldürgenliklerini hatırlap koyumuz. Yani namı emalığa muakkel periştilerge, bunu ularning namı emalığa yazışını buyuruyumuz. Hem de ahirette periştiler tili arqılıq köydürgüçü azapını tetanlar deyimiz. Bu sizlerinin qilmishinglar tüpeylidindir. Allah bəndlərə zulm qılğıcı emasdır. Ular Tevratda Allah bizni osmondan tushgan ateş yeb ketadigan bir qurbanlıq keltirməgiçə haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar keldi va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar davoyinglarda rastchil bo'lsanglar, ularni nemishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Senden ilgiri o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni İbrahim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurluq kitobni, ya'ni Tevrat, İncilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Har bir jon egisi o'limning ta'mini tetug'uchidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni jazman to'liq berildi. Kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dünya tirikchiligi faqat aldaydigan narsalardanla iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetishi bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir elinish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinilisizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan va mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. Öz vaqtida Allah kitap berilganlar, ya'ni Yahudilardan kitapni, ya'ni kitapdagi Allah'ның ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yoshirmaslikqa ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rivatdi va uni ozg'ini badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon? Ey Muhammad, qilgan ishlaridan, ya'ni haqni yapqanliqidan xo'shal bo'ladigan, qilmagan ishlari bilan madihalanishni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagin. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah hamma narsaga qodirdir.
Şübhisizki osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turadi. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan, bizni do'zax azobidan saqlag'in. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizadi ekansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon aytinglar deb iymonga chaqirganligini anglab iymon etdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Yamanlıqlarımızı yo'qqa chiqarg'in. Bizni yaxshilarning qatorida qabzi ruh qilg'in. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmag'in. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Parvardigori ijobat qilib, men sizlardan bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib etmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan dedi. Ondan hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ltirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'qqa chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allah'ның dergahida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kafirlarning pul, mal, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlari seni aldimisin? Bu ozg'ina bahramon bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. O nima degan yomon to'shak. Parvardigorga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramon bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramon bo'lgan baqosi yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va İncilga ishindiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ina badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini roiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ey mo'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan eg'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga qarshi ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar.